Assalomu alaykum hammaga. Bero'yni bo'ylab santexnik xizmatlarimiz bor. Bugungi obyektimiz rashinni baq qo'yib berdik. Nasoslarni ko'raverasizlar. Bero'yni bo'ylab shunday santexnik xizmatlarimiz bor. Zakaz etaverasizlar. Bu baqni qo'yganimizning sababi nasos tez-tez ishlamaydi. Ko'rsatamiz. Bir chelak suv olgandan keyin nasos ishlab boshlaydi. Shungacha nasos ishlamaydi. Bero'yni bo'ylab shunday santexnik xizmatlari bo'lsa havolashaverasizlar. Nasos ishlab turgani yo'q hali. Datchiklari ikkiga tushganda ishlaydi. Chelagimiz уже yarim bo'ldi. Shu chelak to'ladi. Nasos ishlab boshlaydi. Kimga shunday santexnik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, havolashaverasizlar. Like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz. Sog' bo'linglar. Zakazlar bo'lsa havolashaveringlar.